Keriya noyisining Daryobo'yi yezisi tarim o'ymonligining markaziga joylashgan bo'lib, dunyo bo'yicha aholisi eng shalong o'ltiraqlashgan joylardan biri. Bu joyda ko'pincha aholilar dehqonchilik bilan shug'ullandi. Daryobo'yining folklor madaniyati tarim madaniyatining muhim bir tarkibiy qismi ham ravoji bo'lib, bu joy xuddi Qumliqdagi folklor muzeyiga o'xshaydi. Bu joydan qadimki madaniyat iznolari tex o'chmagan. Kuldirma ovozi sehriy kuchini yo'qotmagan. Haqiqiy milliy puroq va milliy xoslikqa ega rayon. Jahon taraqqiyotiga ergishib o'ngib ketayotgan urf-odatlarimizni bu zamondan topqili bo'ladi. Bu rayonda yashagan xalqlar orasida qadimdan tortib balog'at ketgan qizlarning yanada pichoq saqlaydigan odati davomlashib kelgan. Pichoq odatga g'ilobliq kichik pichoq bo'lib, qizlar uni yanchiqida yoki uzun jip bilan bo'yniga esib oladi. Qizlar pichoqni malbaq qilib chiqqanda, safarga chiqqanda yot jinsliklarning o'ziga xiris qilishdan saqlanish, o'zini qo'g'dash, qulashdan burun sura-oyatlarni o'qib peshiga qo'yib ketish va zarur turmush ehtiyojlari uchun qo'llanishdagi ahvollarda pichoqni o'ziga hamroh qilgan. Keyin uy o'choqliq bo'lib baliq bo'lgandan keyin jinchi qilmaslik uchun bolalarning beshiga qo'yib qo'ydigan odatlar bor. Pichoq saqlash odati axloq kategoriyasida qimmatini namoyon qilib, qizlarning g'ururini saqlash va axloq buzilishining oldini olishda rol o'ynab kelgan. Qizlar balog'at ketgandan keyin dadisi uningga pichoq sovg'a qiladi. Qizlar to'y qilgandan keyin pichoqni o'z eriga topshirib beradi. Dadisi qizlarga nasihat qilib, agar qizlar pichoqni yanada saqlab yurgan kunlarda qizlik g'ururini yaxshi saqlash kerakligini, agar g'ururni yaxshi saqlay olmasa, bu pichoq bilan o'zini o'ltirib bo'ldiganligini, keyin to'y qilganda eriga pichoqni topshirib berish kerakligini, shunda qilgandalar onasini do'riyalgan bo'ldiganligi haqida tarbiya qiladi. To'y qilganda eriga pichoq topshirish shu qizning bulg'anmagan pok qiz ekanligining belgisi bo'lib kelgan. Daryobo'ydagi qizlarning pichoq saqlash odati qizlarning axloqni hayotida muhim bildiganligini tushuntirdi.